Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Mana sizlarga aytib o'tgan Nexia 2miz. Choklari, turishlari yaxshi, tekis holatda. Mashinaga ozgina mehr berish kerak, o'z uchun tayyorlab minish uchun. Kraskasi bor, tek xatodor yoki kaltagi yo'q. Nexia 2 2008 Sonstramler kamrasxod. Motor holatlari a'lo darajada. Motorlari chiroyli holatda turibdi. Mana benzin, metan. Hop, mashina choklari yaxshi holatda turibdi. Kraskalar bor, atak holat yaxshi. Odam soniga qarab deyilgani, odam soni hop 35 tadan kam bo'ladigan bo'lsa, $100 dan bitta bilet narxiga o'ynab boramiz. $100 ga atak Nexia 2 holati yaxshi, yomon emas.